Assalomu alaykum. Ma'rifat buliqidan bilim ilayotgan sevimli kichik do'stlar, yaxshimisizlar? Biz sizlarning bilim egallashdagi tashlanliqlarni qandirish va o'z ona tilimizni texmo mukammal va atrofli o'rganishingiz uchun Uyg'urcha ilifbaning kartonlik VCD plastinkasini tarqatgan edik. Biz bu navbat kichik do'stlarimizning kuchli o'rganish talabiga asosan davlat tili bo'lgan Xanzu tilini texmo yaxshi o'rganish uchun Pinyin asosida ishlangan Xanzucha o'rgatish VCD plastinkasini huzuringizga sundik. Bu plastinkamizda Xanzu tili Pinyindagi uzuk tovush va so'ziq tovushlar tafsiliy tushuntirilgandan sirt yana kichik do'stlarning til qobiliyatini o'stirish uchun har xil misollar va kichik do'stlar yoqtirib anglaydigan hikoyalar huzuringizga sunildi. Kichik do'stlar, biz ishonamizki, rasm, ovoz, harakat o'zaro birlashtirib ishlangan bu kartonlik pinyin o'rgatish VCD plastinkasi sizlarning Xanzu tilini yaxshi o'rganishinglardagi yaxshi hamroh, yaxshi bir yetakchi bo'lib qolg'usi. Bolalarga kuyinish, bolalarni asrash va qo'g'dash takliflanayotgan bugungi kunda sizlar uchun xizmat qilish biz olib shirkatidagi barliq xodimlarning bosh tartib bo'lmaydigan mas'uliyati. Sizlarning kelajaginglar bizning kelajagimizdir.